maktabga tushay. Hozir yiqilib mayib bo'lsang, ertaga maktab bora olmaysan. Maktabga bormayman. Ana bo'ldi. Bu ertadan maktabga borsa bo'ladimi? Bemalol maktabga borsa bo'ladi. Oyog'i bilan emas, qo'li bilan yozadi-ku. Meni ustozim oyog'ing bilan yozasan degan. Bar boraman maktabga. Qisar o'ynaymizmi? Nima? Yo, qo'l qisar o'ynaymizmi deyman. Bo'ldi, endi siz navbatingiz. Qattiqroq qilsang, yosh bola ko'ryapsizmi? Hammasi ukol ekanda. Endi maktabga bormaymanmi? Muncha maktabga borish yomon ko'rasan-a? Bitta spravka qilib beraman, borib jim darsda eshitib o'tirasan, bo'ptimi? Toza jonga tegdingizda borku. Dada, men boksga bormoqchiman. Boksga bormaysan, mayib bo'lasan. Shuning uchun bormoqchiman-da. Bormaysan dedim, nariga qo'lingni qayirib olasan keyin. Balki borib bo'lgandirman. Babbe. Yana senmi? Shu nima qilsang ham maktabga bormasang-da. Iloji bormi? Iloji bor. Xullas o'g'lingiz kasal maktabga bora olmaydi. Yomon kasal bo'laman. 10 kun davomida uyda qolib, seftraksion ukolni olish kerak bu. Mayli, ukol bo'lsa ukolda. Ha, doktorga aytay, mana bir 5 ukol qiladi. Zato maktabga bormaysan. Orqam patir bo'lib ketdi. Maktabga ketaman. Qarang, chiroylimi? Nima bu? Mashinaga nomer. Sani mashinang yo'q-ku. Nima farqi bor? Mashina yo'qlar ham nomer tanlayapti-ku. Aka, sheribon berib yuboring. Nima menga xo'mrayib jahl bilan siz o'tgan yil 3 ta 7 ni mashinangizga 150 millionga sotib olgansiz. Hozir 13 million bo'lgan. Shunga asabiylar jahl qilib o'tiribsiz. To'g'rimi? To'g'rimi? Topdimmi? Aka, uzr aka. Rostdan shu nomer mangami jo'ra? Senga bilsang bilarsan. Nimaga buncha arzon berib yuboryapsan? Yaqinda harfli nomerlar chiqadi. O'shanga bular tez sotib yuboryapman arzonga. Harfli nomer chiqsa ismingni ham yozib beraman. Isming nima edi? Malikali Rahmon. Shu nomer ham chiroyli lekin. Ismingda alfabet bor ekanda seni. Nomerlar ochilganiga o'zlaringcha havas qilib YPX qilyapsizlarmi? Menchi hozir bitta jo'ramga aldab nomer sotdim, bu soxta. Sizlar haqiqiymisizlar? Ey, bu yog'ini yuvib chiqqanmidi? Dada, mashinamda odam urardim. O'ldimi? Yo'q, hali ham o'lmadi. Ozroq pul berdim, ketdi. Lekin tushunmayapman-da, yuvinib yursam nega unaqa bo'lyapti? Palakatda endi o'g'lim. Bir kunda qilib beraman aka. Aka salom alaykum. Salom alaykum, aka, yaxshimisiz? Daryo turgan 017 siznikimi urilgan? Ha, meniki. Urilgan? Qanday turgan mashinani kim urishi mumkin? Kallamga sig'mayapti. Nima uchun unaqa palakat bo'lib qoldi? Men har kuni yuvinyapman, sovunlab yuvinyapman. Nimaga, dada? Ha, palakatda endi siqilma endi. Siqilaverasan. Mendan palakat yuvinyapman-ku. Nima uchun? 2 kunda bitadi aka. 2 kun. Mayli. Narsalarni olib qo'ylaring, ey. Aka, rahmat. Mashinani zo'r qilib beribsiz. Bo'pti, kelib turing. Yo'q, kelib turing demang, uloyim kelmang shu ustaxonalarga. Rahmat. Aka, bunga 3 kun vaqt ketadi lekin. Yo, jo'ra tushunmayapman-da. Mashinada hech ish qilganim yo'q. Toza yuribman, yuvinib yuribman. Nega palakat bosib qoldim? Vobshe tushunarsiz-da. Ha, senga yordam bo'lsin deb taksi qilib yuribman. Kim bu, jon?
xotinlarga o'g'illar deyman. Ukang urushni biladimi? Yirtadi. Ko'ramizda yig'lab ketmasin keyin. Uka, men senga ishonaman. Ishonaman senga. Bor. Bitturing bo'ldi aka. Mamma, sen urushasan. Ha yo'q. Nima qiling? Bor urush. Ur dedim. Sen birinchi ur. Bitta ur. O'zing ur. Ur. Urushasizlarmi? Ha bitta ursin keyin urushaman. Birinchi bu ursin, keyin urushaman. Ur dedim. Ur. Ur. Mana, ya, yetdimmi? Yetdim. Ur. Ur dedim. Ur dedim. Ur. Bolaqa. Ur. Ne qo'ling chirib olding? Charchadim. Ur. Ur. Urushmaskansan bo'ldi. Yaxshi ham vaqtingga akam kelib qoldi. Bo'lmasa yirtardim, tushundingmi? Yirtardim. Bor, yirtchi. Ur dedim. Ur. Bitta ur bo'ldi. O'zing ur. Buni urishadigan o'xshamayapti. Urushtirish zo'r yo'li bor. Javob urishadi. Bitta ur bo'ldi. Ur dedim. To'xta, men urushmaskan. Qara. Men qaysi katta? Ham bitta tupurchi. Ya! Janjal bo'ladi. Davay. Ur. Ur dedim. Masharangiz! Fireball. Soat 10 bo'ldi. 25 ga kirding. Uyda yotasan, ko'chaga chiqasan. Qachon ish topasan, ey? Hech narsa. Ey, alhamdulillah. Qachon ish topasan sen, ha? Uyda yotasan, tekinxo'r. Agar ish topmasang, mana bu uylarda Nima qildimmi? Abu, qalaysan? Yaxshimisan? Bo'lam kelgan. Taniysiz, bu o'rtog'im, bu bo'lam. Buning uchun zo'r qobiliyati bor. Yo'q-a? Do'stim, bitta ko'rsat. Bitta. Turqingni ko'rsamasan buzilyapti, ish topasanmi? Yo'q, ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Yana bitta ko'ray. Pastor bo'lsin. Farqi yo'q. Senga gapiryapman, qachon ish topasan? Yo'q, qanaqasiga shuncha qobiliyat? Qayerdan oldingiz buncha qobiliyatni? Tug'ma qobiliyat. Menga o'g'ling nima ish qilardi seni? Meni o'g'lim bankda ishlayapti, o'zingnikichi. Meniki migrant, Germaniyadan pullar jo'natdi. Ha, yaxshi. Ey, Shodi seni o'g'ling nima ish qilardi? Sen gapiryapsan, ey. Meni o'g'li direktor, toza havoga. Meni sharmanda qilding o'rtoqlamot. Qachon ishlaysan? Borga jonimga tegib ketdingiz, har doim uraverasiz, so'kaverasiz, ishladim. O'zingiz nima qilgansiz? Hamma narsani onam qilgan shu paytgacha. O'zingiz nima qildingiz? Men uyda xotin olgan, mashinani ham xotin olgan. Sen laylak tashab ketganmi? Xayrli tong. Ertalabgacha qidirib chiqdim. Ariqda yotibsiz, katta odam. Uyalmaysizmi? Qizimizga sovchilar kelyapti. Meni o'ylamasangiz ham qizimizni baxtini o'ylang. Bo'ldi, qizimiz uchun ichmayman boshqa. Kiyim ber endi. Yaxshimisan? Jo'ra, ich. Yo'q, ichmayman. Uka, menga bitta choy berib. Ha, choynak olib kelyapsizmi? Yo'q, oddiy qora choy ber. Bo'ldi. Tez yordam chaqirib boringlar. Nima ichmayapsan shunda? Qizimni bo'yi yetib qoldi. Uyga sovchilar kelyapti ekan. Bo'ldi, ichishni tashadim. Yo'q, Sovchi kelmadimi? Yo'q. Alkash, alkash. İçmeganmidingiz? Keldimi sovchi? Yo'q. Ko'tarsa o'ladimi bu degan? Dadasi? O dadasi. Men sizni bilaman, qanday chaqirishdi? Spertada chiqdimi? Sovchi keldimi? Yo'q. Kelsa aytaman. Aniq shu uymikan? Bilmasam, ana amakidan so'rab ko'raylikchi. Voy amaki, Shodiyor aka uyshumi, sovchilikka kelgandik. Sovchi. Ha, shu uy. Rahmat.
Nima? Kirsanglar ham qizni dadasini so'ramanglar. Sizlar ham ichgan kuni kelibsizlarda. Qanday chiqamaylar?